bu qizimiz Sirdaryodan kelganlar. Bularga yuz hijomasini qildik. Juda ham effekti zo'r, yuzni tabiiy ravishda ko'pchilik so'raydi. Nima foydasi bor deb mana bu holat bu tinchlantiruvchi alginatli maskalar qilib qo'ydik. Hop, yuz hijomasini asosiy foydalaridan biri yuzga lifting effekt beradi, poralar kichirtiradi. Realni kechimda bemor poralarim zo'r kichiradi va nasl gubkalari zo'r ko'taradi. O'zi nasl gubka bilasizlar ko'tarilsa kamida inson 5, 6, 7 yilga yosharadi. Plus ugridan qolgan dog'lari, mayda ajinlarni yo'qotadi, yuzni tabiiy ravishda lifting effekt berib tortadi. Realni rezultati zo'r qizlar. Bitta olib ko'rgan odam biladi. Yaqinda aytdim sizlarga, bitta zo'r kelin saloni bor qiz olib aytyaptilar. Bitta sizdan yuz hijomasini olib ketganimdan keyin hamma kosmetologlardan отписаться qilib tashladim. Что kuzatib yurardim, boraman deb. Уже hech qanaqa kosmetologga ehtiyojingiz qolmas ekan yuz hijomasidan keyin deyishdi. Shu sababli bemalol ishonib kelsanglar bo'ladi. Rostdan real